Hop, qara uka. 5 ta oddiy anaqa qilaman. Oddiy masala ishlab ko'rsataman. Keyin 3 ta o'rtacha qiyinlikda. Potom bitta o'sha ekzamda tushadigan жесткий qiyinidan ishlaymiz. Osondan, o'rtachadan keyin qiyiniga boramiz. GPTga yozdim. 5 ta oddiy ARMda kod berdim. Bu ARM nimaligini tushunishing, his qilib olishing uchun boshida 5 ta takoyli qiruv qilamiz. Qara. Ikkita anaqani qo'shish, sonni qo'shish. Bitta hint beryapti, bularga qaramaymiz. Ikkita sonni qo'shish, ayirish, ko'paytirishlarni o'rgataman hozir. Shu aytganimda Arnolddan boshlab anaqa qilib ketirasan. Variable'da berib ketirasan. 5. Hop, R0 bizada 5 bo'lsa noma, R1 bizada 7 bo'lsa noma, R2 R2 bizada R0 bilan R1 qo'shilgani R2 bo'lsa noma. R'da shunaqa yoziladi. Okey. Keyingi masala. Masanga aytuvdim adashmasam, manba yana manba mov, potom ayirish, ko'paytirish shunaqalar yozgan bo'lsang kerak. Add-on'ga qo'yib ishlab turasan. Endi keyingisi swap to integers. Ikkita anaqani almashtirib qo'yish kerak. R0 bizada 10, R1 20 da joyini o'zgartirish kerak. 20 R0 ga o'tsa, 10 R1 ga tushsin. Mov R0 s 10 R0 emas 10 bo'lsa, R1 emas 20 bo'lsa, R1 reshetka bilan yoziladi sonlar. Hop. Oson, xuddi anaqadagi Python, C'dagi mov R2 emas R0 bo'lsa, mov R0 emas R1 bo'lsa, mov R1 emas R2 bo'lsa. Hop, R2 qayerdan kelib qoldi desang, biz ham ikkitasini joyini o'zgartirishimiz uchun bitta yordamchi variable'imiz kerak bizga. Usiz ish bitmaydi masalan. Buni ketidan R1 teng 20 mana bu yerga. Mov R1 10, mov R0 20 desam o'qolmaydida bu. Boshqacha tuzilgan arm. O'shaning uchun ham uchinchi variable kerak bizga ikkitasini gaplashtirish uchun. Ikkitasini masalasini hal qilish uchun uchinchisi rishali qilib beradi. Tushuntirsam, R2 R0 bo'lsa, R2 10 bo'lsin noma. R2 10 bo'ldi. R0 R1 bo'lsin noma. R0 joyi bo'shab qoldi-yu. 20 mana shu bo'sh joyga o'tsin. R0 bo'sh joyga o'tsin noma. Taq o'tdi 20 saqlandi R0 ga. Keyin R1 joyi bo'shab qoladi. R1 joyi bo'sh qolgan joyga manba R2 kelsin noma. Taq keladi bu. 20 bu yoqqa keladi. 10 bu yoqqa keladi. O'shanda almashib oladi bundoq. Stul atrofida aylanib qo'shuv tugaganda o'tirib olasan, shunaqa bitta krug qilib aylanib chiqishadi-da. Bo'sh qolgan joylariga kira oladi variable'lar. Shuni esingda tut.
Bu oddiy kichkina masalalar bo'lishi mumkin, lekin mana shunaqalarni 3-4tasi bitta bo'lib kompleks masalalarni hosil qiladida ekzamenda. Xo'p, keyingisi sum of an array. Mana sal qiyin ekan, shu arraylarni ishlatamiz. Array nima o'zi bilsang ham kerak. Bundoq kvadratik qovus ichida sonlar virgul bilan yoziladi. O'sha array deyiladi. Ikkitadan n'tagacha bo'lishi mumkin. Xo'p, buni kopировать qilib olamiz. Array word. Word deb yozib qo'yaver endi. Byte, anaqa half byte, shunaqa balobatlarlar bor. Word deb yozavergan tinch baribir. Ko'piga o'tadi. Masalan, byte, half byte desang, unisiga o'tib, bunisiga o'tmay qolishi mumkin. Xo'p, ketdi. Array bo'lgandan keyin arrayga loadam qilishimiz kerak. R0 barobar array desa, R0 arrayimizni adresi R0 bo'lib saqlanib bo'lsin nomimiz. Endi array word 246 deb yozib o'tiringizda, uni o'rniga R0 yozib qo'ysa, o'zi arrayligini tushunib oladi kompyuter. R1 teng 0. Loop qilish uchun 0 ga anaqa qilib olishimiz kerak. Bu must have narsa. Array ko'rdingmi? Loop ishlatasanmi? 0 ga ham berib turgan variable boshidan. 2 ham berib qo'ysang bo'ladi. Может, hozir 2 kerak bo'lib qolar. Bermay turibman. Kerak bo'lib qolsa yana qo'shamiz. LDR R2 R0. Qiyin joylari katta. 4 yozib tushuntirib keta qolaman. Hozir rast tushuntirsam qiyin bo'lib qolishi mumkin. To'rt yozib tushuntirib ketiraman. Hop, load qildik. 3 elementni o'qidik. Compute the sum. Mana bunaqa anaqasi bor ekan. Store result in R0. Mana shunisiga ham ahamiyat ber. 2 ni 4 ga qo'shsam, chiqqan javobni 6 ga qo'shsinda, nechta chiqadi? 12 chiqadimi? 12 ni R0 ga berib qo'ysin. R0 ga berib qo'ysin. Biz bu yerda R0 ni array adresi beruvdik. Endi sal o'zgartiramiz. R0 emasda buni R8 qilib qo'ysa, R0 ni joyi bo'shaydi. Bu yerga endi R0 larni R8 ga o'zgartirib chiqishimiz kerak, chunki yon tepadagini o'zgartirib qo'ydik-ku adresini R8 qilib. Ana endi tushuntirsam, load qilyapmiz. Bu adresni load qiladi. LDR R8 array adresi. Bu sonlar emas, adresi. Adresi masalan 01001 110 shunaqa adresini load qiladi.
Mana bu lug'at adresdagi value'ni lug'at qiladi. R8 adres ichidagi value'si degani ham bu. Bu уже R2miz bizada 2, 4, 6 bo'ldi. Add deyapmiz. Add. R1ga R1 bo'lsin. R1 0. 0 barobar 0 plus birinchi elementi. R8 birinchi element 2. 0 teng 0 barobar 0 plus 2. Eldar qo'yamiz. R2 и bu manba lupimiz yurishi uchun bu qoida desak bo'ladi. 4 tani tashlab yurib ketaverdi board bo'lganga. Add R1 yana o'sha R1 teng R1imiz 2 edi. 2 teng 2 plus 4. Keyin LDR R2 yana 8 ta tashlayapti. 0 4 ta tashlaganimiz bu bo'ldi. 8 ta tashlaganimiz 4 yana 4 ga 4 qo'shsa 8. Shunaqa. Xo'p, manimiz 6 bo'ldi. 6 barobar 6 plus 6 12. Endi mov degani R0 bo'lsin, R1 bo'lsin. R0, R1 anaqasini olsin. 12 ni R0 ga o'tqaz. Просто requirement shunaqa degan. R0 mana shunaqa bo'lsin deb o'shanga o'tkazib qo'ydim. Bu yerda hozir biza manually tashladik. Buni loop qilib tashlasa ham bo'ladi. 4 qo'sh, keyin yana 8 qo'sh, keyingisiga 12 qo'sh, keyingisiga 16 qo'sh deb yozib chiqmaysanda 3 qator. 2 qatorga berib qo'yasan, buni bajarib bo'ladi, yana boshiga qaytadi, yana bajarib bo'ladi, yana boshiga qaytadi. Bu sal qiyinroq. Bu hozir masalamiz uncha qiyin bo'lmaganga qo'l bola yozib qo'yib qoldim. Hali unaqalarni ham ko'ramiz. If else condition. Har doim aytganman, nimadir masalani ko'rsang, shartini yaxshilab tushunib ol. Уже bu 30-40% shartini yaxshilab, mag'zini tushunib, analiz qilib olsang, bitta qog'ozga yozib olsang, nima qilishing kerakligini уже aytishing yengillashadi. Tushunar-tushunmasdan yozib o'tirgandan ko'rasiz. Xo'p. R0 8 bo'lsa, if R0imiz 5 dan katta bo'lsa, R0imiz 5 dan katta bo'lsa, R1ni 1 deb saqlanib qilsam, xotirasiga. Agar R0imiz 5 dan katta bo'lmasa, R1ni 0 deb saqlanib qilsam, bu уже ancha exam friendlymi, mana shu exam relativemi shunaqa desak ham bo'ladi. Sekin mana shu examanga aloqadorroq misollarga o'tdik уже komplekslashdi. Tushundingmi? R0 8. Agar 8 5 dan katta bo'lsa, R1 1 bo'lsin. Agar 8 5 dan kichkina bo'lsa, R1 0 bo'lsin. Focus CMP BGT bergan mana. B greater than B less than. Mana o'zi yangi anaqalar ochilyapti. Levellar ochilyapti. CMP compare B greater than B less than. Bunda yozamiz. Okay, no problem. Array kerak emas, o'tib tashlayman. Boshladik. Mov R0 aytilganday 8. CMP compare R0 bilan 5 solishtir. BLE degani B bo'lmoq, B B'ni anglatadi. Less less than. B less than degani mana bu tepada solishtirganimiz agar R0 8 dan less than bo'lsa, else partga o'tsin. Else part.
else partini joy tashlab yozamiz. Else, else part desang ikkita nuqta qo'yasan. Else partimiz nima edi? Else part har biri nolga saqlanadi qilsin. Nol, har bir nol, nol bo'lsin. Unaqa bo'lmasa, pastdan kelib turadi unga B, L, B, G, T deb yozishing shart emas. Nol, har bir bir bo'lsin. Unda keyin B deysan, просто B bo'lmoq. Endifga tashlasan. Bu endif anaqa bitta nuqtalilarni ishlatdingmi, anaqa BLE, MOV ishlatdingmi, bir endif deb qo'shib qo'yishing kerak. Mana ketidan, buni ketidan o'rtaga mana buni o'rtasiga endif qo'shib qo'ysan, endif o'rtasiga tushadi, oxiriga tushadi endif. Finish deb yozib qo'yasan. Finishmidi, endmidi esimda, qarab olasan. Bergan kitobimda bo'lishi kerak. Xo'p, boshidan tushuntiraymi? Boshidan tushuntirsam, Arnoldga 8 saqlanib qildi. Ikkitasini solishtirdi, 8 bilan 5 solishtirdi. BLE agar 8 5 dan kichkina bo'lsa, else part degan joyga o'tdi. Else part, ya'ni har bir 0. Agar unaqa bo'lmasa, kodni davom ettiraverasan, pastga tushadi hech narsa, yana pastga tushadi. Har biri birga saqlanib qiladi. B and if просто bizada endga tashiydi. Mana bularni ikkita nuqtasi qolib ketibdi. End yokida finish. End yoki finish yozish kerak. Okey. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. U mana simple loop уже. Boyga aytgan narsa mana. 4, 8, 16 deb qo'shib o'tirmasdan ikki qator narsa berib qo'ysam, o'zi avtomatik ishlayveradi uni. Shu narsaga keldik. O'chirib tashlaymiz. Shartini tushunib olaylik birinchi. Initialize R0 5, okey, R0 5 ni move qilamiz. Decrement R0 until it reaches okey, use a loop, program stops when 5 da loop beramiz. Har bitta aylanib chiqqanida, aylanib chiqqanida to'g'ri bo'ladi, -1 oladi. Yana bitta aylanib keladi, yana -1 oladi. 3 qoladi R0. Bitta aylanadi 2 qoladi, bitta aylanadi 1 qoladi, bitta aylanadi уже 0 qoladi. Yana bitta aylanayotganda bundoq qaraydi, u уже 0 qolibdi, to'xtashim kerak ekan deydi. Aylanibdi. R0 уже 0 bo'lganda to'xtaydi. Xo'p, buyam osongina. R0 5 bo'lsa, sub degani subtract, kuchi ayirish degani. Hop, qisqa pauzadan keyin qaytamiz. CMP R0 bilan 0. Hop, mana buni berib qolib ketibdi. BNE loop. Loop qo'shamiz. Hop, endi tushuntirsam. Qara. Birinchi R0 ni 5 deb saqlanib qildik. Bu loopni o'qimaysan, bu yoqqa o'tasan. Mana biz berib bekor qilmagan ekanman. -1 ayirmabmiz. Hop, R0 5. R0 barobar R0 -1. Ya'ni 5 barobar 5 -1. Demak, R0 ni valuesi 4 bo'ladi. Taq pastga tushadi.
Compile qil. Compare. Compare'da. Comparison. Solishtir. R0 bilan 0 to'rt bilan 0 solishtirasan. B bo'lmoq not equal. Buni B not equal. Teng bo'lmasa loop qismiga qayt. Chuq 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 yuradi, loopga qaytadi. Endi R0imiz 4. 4 barobar 4 minus 1. 3. 3 bilan 0 solishtiradi. B not equal. Yana loopga qayt. Chuk 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 chuk. 2. 2 bilan 0 taq. Yana boshdan 1 qol. 1dan 1 ayiradi. 0. 0 bilan 0 solishtiradi. B not equal bo'lsa loopga tashiydi. Yo'q. Not equal emas ikkalasi. Equal. Equal bo'lgani uchun endi equalga ham bitta anaqa qilamiz. Yo'q, loop qo'yamiz. Просто finish deb yozib qo'yamiz. Hech narsa demagani finish yoki end. Bo'ldi, 0 kelgan to'xtadi. Endi hozir mana bu yerda R0 valuesini so'rasa, уже 0 bo'ladi. 5 ta oddiy exercise tugadi. Endi 3 ta средний anaqasiga qaytamiz. Средний nima? Mana shu 5 tani ikkita, uchtasi bitta masalada kelib qolsa, u уже средний bo'ladi. Ikkita, uchta средний ko'ramiz. Keyin bitta kompleksga o'tamiz. U kompleks mana bu 5 tani hammasi ishlatilgan bo'lishi mumkin. И plus 3 ta средний. Вообще mix bo'ladi. 8 ta narsa bittada keladi. Bu juda ancha qiyin bo'ladi. Uni ham ko'ramiz.